Salom do'stlar, sizlar bilan bugun not chazdik. YouTube g'ani nikim o'zgartirdim. YouTube g'ani hozir yangina video. Bundan keyin sizlarga bitta cho'tcha akkaunt ko'rsataman. Dunyodagi top 3 ta akkauntlarni ko'rsataman sizlarga. Men chiqdim, mana chiqyapman. Dunyodagi top 3 ta legendarniy akkauntlarni ko'rsataman sizlarga. Üçüncü akkauntimiz top 3. o'rinda turadi. 96-level. Kolleksiyani ko'ringlar, 98 kolleksiya. 98. Tamam, Godzilla'lar ham bor, hamma. En kızıkı 38 tane zava olingan ekanda bunda. 38 tane zava. Tane zavani oluştu. Her sezon oynash kerak da. Her sezon zava olingan bularda. Kan esinchidan boshlangan. S5 dan o'ynab boshlangan akkaunt. Hozir kolleksiyani ko'raylikchi. Yo, bunga qaranglar, mifiklarni ko'ringlar. 1270 dona mifik bor. 89 ta ultimate. Bu degani hamma ultimate bor degani. Mana. Full X kostyumlar hammasi full, bir yandan, bir tarafdan hammasi full. Lekin basketbol setlari o'zi Godzilla kimlari hammasi bor. Basketbol setlari yo'q bunda. Burada hammasi bor-da bo'ladi. Bizga eng zo'ri basketbol setlarida. Basketbol setlarini topa olmayapmiz-da biz. Hammana bittasi bor ekan. Bitta shekilli bu akkauntda. Bitta basketbol seti bor. Oy, mana bu set ham bor ekan. Menga juda yoqadi mana bu set. Liverpool. Kaskalarga o'tamiz. 2 ta ultimate kaska bor. Inferno bor, bu bor. 2 ta shlem kaska. Kalla ultimate kaska. Kallada uncha emasda. Birlar sizlarga qiziq bo'lmasa kerak. Mana maskalarni uncha ko'p emas. Lekin eng qiziqi beb yo'q ekan akkauntda. Beb yo'q. Shunaqa akkauntda beb yo'q bo'lsa, sharmanda bo'ladi-yu. Lekin PUBG'ni eng birinchi boshlagan kimlari bitta olingan ekanda mana. Bitta olib chiqilgan. Men bu set yomon yoqadi. Menga eng yoqtiradigan setim mana shu. Kimni bilan yomon ketadi. Ultimate sonka bor. Sonkalar
Bepni ishtoni bor ekan lekin. Bepni ishtoni bor ekan. Bepni o'zi yo'q-da. Bepni ishtoni bor ekan. Mashinalar hammasi olingan, hammasi. Bitta ham qolib ketmagan. Hammasi. Hammasi olinganda eng qiziqi 50 ta Mifski. Sedanga 12 ta Mifik. Voy bile, otga ham olibdi. Bunga ham bor. Nimaga kerak? Brat tikkanda akkauntga pul tikkan. Bagilar hammasi bor. Mifik bagilar yangi kelgan. Hammasi bor bu. Qayg'urmanglar. Hammasi olingan. Bu akkauntdan chiqamiz. Mana ID'lari ko'rib. ID ham kerak emas. AD katta AD desanglar chiqib turibdi. Endi ikkinchi akkauntimizda A1. Bratimizda tikkanda 96. Hayo bu uchinchi Ori Nargisi ikkinchi. Voy kolleksiyaga kirmaydigan qilib qo'yishdi-yu. Mana shu yerdan ko'rsataveramiz biza. Mana ko'rib turibsizlar akkauntni. Mana uchinchi akkauntimizda. Sizga qiziq bo'lsa kerak ya. Bu akkaunt dunyodagi eng zo'r akkaunt. Eng zo'r. Nafaqat dunyo, nafaqat O'zbekiston. Kolleksiyani qaranglar. Bitta kolleksiyaga qaranglar. 99. Jala. Eng qiziqi 41 ta zavasi bor. 41 ta zavasi bor-da. Bunaqa akkauntni 7 yildan beri o'ynalyapti. 7 yildan beri. Kolleksiya 99 1279 96 76 ta mifik bor. 89 ta ultimate bor. Hozir ko'rsataman mana. Hammasi bor, hammasi. Basketbol setlari bor bu akkauntda. Men o'zim ham bitta tasavvur qilib ko'rgandim. Basketbol setlari bor ekan. O'zim bir kirib ko'rgandim men. Basketbol setlari bor. Mana. Birinchisi. Yo bittamidi bunda? Voy bile, bu akkauntda ham bitta ekan. Basketbol setidan bitta mayli bor ekan. Kaschalar bor. Hamma narsalar bor. Hamma narsalar bor. Bep bor. Bep usti ham bor. Godzilla somka. Voy chala, menga yomon yoqadi shu somka. Bu yo'llarni tasavvur qiling. Akimda unga qarangda hammasi full. Mana donatellar ham bitta kutarlagigan skin kelsa, bitta orужие faqatgina bittasini 4 yoki kilchat qiladi yo full qiladi. Bular hammasini bittasi ham ko'p ketmagan. 416 dan qarang. Graza, hammasini full qilganda ana. Bu ham full. Bu akkaunt. Endi misol aytib turibman. PUBG qolib ketsa nima keragi bor bu? Nima qiladi brating? Shuncha pul ko'ygan bo'ladimi? Ana hamma. Hey brat, tikkansiz akkauntni ko'tiga. Bu Arduzayn akkaunti lekin Arduzayn akkaunti lekin bu. Ana hammasini ko'rsatib chiqaman.
pistoletlar. Hamma skin bor. Bittasi ham ko'p ketmaganda, bratlar. Tavanga qarangda 194 ta skin bor. Jalla, nima deyapti bu? Pichoqlarga 91 ta, pichoqga mayli 3 ta. Mana. Shu bilan hozir bizda bularni bitta joyini ko'rsaymadi-yu. Katta edi u. Yo, bu o'tmasadi. Men o'zim bilan solishtiraman. Ancha katta-da mendan. Ancha katta-da. Ana bu narsani ko'radigan katta edi u. Yo, bu o'tmasadi u. Ha, mana. Ko'rib chiqinglar. Sizlarga buni erpisini ko'rsatmadim aytgancha. Mana erpisi. S2 da o'ynalib, ponni full olib kelingan akkauntda bu. Full. Hammasi full. Bitta ham erpi qolib ketmagan. Hammasini full qilganda, brat. Pulni tiqqanlar, lekin oddiy mashinalarga qaramang. Sizlarga mashinalarni ko'rsatmadim hali. Bularni ko'rsatsa ancha vaqt olib ketadi. Mana mashinalarni ko'rsataman sizlarga. Hammasi bor. Aytgancha ko'rsatdim sizlarga. 50 ta minifik bor. Mashinalardan. Mana bu narsalarga qarangda. Bunaqa akkauntni bratlarga tiqqan pul. Misol aytayapman. Endi masalan PUBG yo'qolib ketsa nima qiladi bu akkauntni? Hey! Mayli bratlar. Shu bilan meni videom tugayapti. Buni YouTube'ga qo'yaman hozir.